Salom do'stlarim, mening ismim Square. Shakllar haqida gap ketganda, men sizning birinchi raqamli yordamchingizman. Bugun biz juda muhim narsani bunga qarang. Bu juda kichik. Biz buni kvadrat millimetr deb ataymiz, Bu qum donasidek kichkina. Biz undan juda kichik narsalarni o'lchash uchun foydalanamiz. Endi yuzimga qarang. U mutlaqo tekis va tekis. Agar uni o'lchasak, bu 1 kvadrat santimetr. Bu xuddi chizma daftarlaringizda bo'yaydigan kichik kvadratlarga o'xshaydi. Mana bu maydonga qarang. Bu yer juda katta. Biz buni kvadrat metr bilan o'lchaymiz. U sizga yashaydigan xonaning yoki hovlining oshxonadek katta. Juda ko'p kvadratlarni sig'diradi. Ko'rdingizmi? Yuzani o'lchash juda oson. Kirk miqdorlar santimetr va bularning hammasi bizga atrofdagi narsalarni o'lchashda yordam beradi. Kuting. Mana sehrli hiyla. 1 kvadrat santimetr ichida 100 ta kichkina kvadrat millimetr borligini bilasizmi? Qarang, ular qanday qilib juda mos keladi. Bu kitoblarimiz haqida nima deyish mumkin? Juda kichik va juda katta bo'lmagan narsalar uchun biz kvadrat desimetrdan foydalanamiz. dm-2 maydonni qanday topamiz? Bu oson. Shunchaki bir tomonning uzunligini oling va uni boshqa tomonga ko'paytiring. Uzunlikni kenglik bilan ko'paytiring. Sizning navbatingiz. Xonangizga qarang. Stolingizning maydoni qancha yoki sevimli rasmingiz qancha? O'ylab ko'ring. Ularni o'lchash uchun millimetr, santimetr yoki metrdan foydalanarmidingiz? Siz buni uddaladingiz. Endi siz maydon ustasisiz. Yodingizda bo'lsin. Dunyo shakllarga to'la va har bir shaklning o'z